Bolaga qiz stop. Hozircha Shayxonga borib yashaydigan Fayzi. Ha, keldi Madina. Eriga deyapti. Nima kayfiyatingiz yo'q Lola? Hozir bozorga tashlab qo'yganman. Qayerga o'sha? Bozorga tashlab qo'yganman. Bir minutga to'xtab turgan. Shu efirga kirib keldim ozgina. Ancha kirib turing efirga. Salom siz ham. Ya men olib bo'ldim. Madina 3-4 kun bo'ldi. Ishgacha ham qilib olganman. Bahorga tayyormiz, xudo xolasa. Men tayyorman. Ay, sochlarni ham tekizlatib purchoskalar. Bizmi ham purchoskani, bu purchoska qanchaga bo'lgan? Qancha mehnatga bo'lgan? Hozir bir yerda maktab qilamiz, bejik ko'rasiz. Davay maktabga. Ha? Ayting, sher hali erta bir o'madi hali. Borsin maktabga. Yo'q, o'sha bilmayman. O'zi bugun maktab yo'q. Maktab. Dushanba bugun maktab. Ket qilyapsanmi deyman. Ha? Maktab bugun. Maktabga dam bugun. Ana, Yo'q, ko'rdinglar. o'qigani kelyapti hamma. Yo'q, qanaqa? Boshlang'ichlarga Birinchi sinflar ham o'qiyapti-kan. 5 kunlik ish kuniga 5 kun ishlaydigan. Men ukaman maktabga bordi. 6 kun ishlaydiganlarga ish. Ana, ukaman maktabga bordi deyapti. Biz muqomat so'kyapmiz ekan, maktab emas bugun bo'lmaysan. Bahorga ochilib ketibsiz Salohiddin. O, rahmat, rahmat. Hamma sezyapti. Tishini ko'rsatib qo'ydi, tishini. Ya sezishdi. Endi chiqosiz ko'p kilo yeb qolasiz. Chaqgan shimni ko'ribman-da. Oho, u shiraga chadu deydi. Mayr minchali shimdi. Nima men albatta. Bitta akalarda. Turyo'g'on, maktabga yo'q. Sher akaga salom ayting meni nomimdan. Sher akasi Madina salom aytyapti. Sivaraman. Salomat bo'ling aka Madina. Salomat sizga ham. Salohiddin aka nimalar Ildiz? Tushunmadim. O'qarishi o'zi keladi. Ochilib qoldi. Ko'tir. Ko't o'zi veshni ochib uni. Qayda biling? Chalas bitta. Ko'rma, o'g'aldan beri bu kamera men emas. qaratib ko'rsam desa nima deyapsiz deb nimasini aytasiz Madina? Lola men emas, ana Fayziga oldi ishim. Murod akam krossovka oldi. Men 3-4 kun oldin olib bo'ldim. Yonboshga qoladi. Salomat bo'lsin doim. Sog' bo'ling Madina. Men 3-4 kun oldin kiyimni qo'yib oldim, Lola. Endi xudo xolasa sal bu yoqqa borsak ne kiyamizda. Aybek salom. Remo kelyapti. Tikazing bor. Nasıl kelyapti? Ha? Hozir? Yo'q. Ate mashaga kelgan qishay bo'lyapti. Ate. Ate qishay bo'lyapti. O'qari, oz to'g'rilanib qoladi. Bayaqa qani. Nimaga borsiz? U Ko'rinmayapti. O'to'layapti. Yo'q, maloz yo'q. Yo'q, qanday ahvoli bor aka? Endi suyapti-yu. Akalarni ko'rishamiz. Ha, qayerga? Yo'q, boraylik, yumushga boramiz. Ishlarim bor. Nima dedi? Ye. Hadi.